Qani bir tabassum bor, xursandchilik bormi? Da. Jag'larida muammo bo'lgan holatda Buyukbek dental xizmatda jag'lari ochilmagan, ma'lum bir cheklash, chegaralashlar bor, jag'da shlichoklar bor. Bu holatlari ancha istalniy holatda Nilüfer'da jag'larni ochamiz. Nilüfer'da tishlarda ham muammo bor. Disklarni o'z pozitsiyalariga qaytarib qo'yamiz. Qancha vaqtdan beri cheklanyapti edi? Qayerdan meni kuzatdingiz? Instagramdan. Xuddi mana shunday 3 ta barmoq kengligida og'iz ochilishi kerak. Qani? Bo'ladi. Patsientimiz jag'lari ochilmay qolganligidan shikoyat edi. Jag'larni ochishni boshlaymiz. Bismillah. Hozir ochasiz. Hozir ochasiz, qo'rqib ketmaysiz. Hozir ochasiz. Tak. Oching. Oching. Qo'rqmang. Qo'rqmang, ochildi ja, ochildi bo'ldi. Maksimal ochib. Вот так. Qani? Вот так. Katta ochasiz. Qalay? Shuni xohlab qildingiz? Xo'p. Endi nima deymiz? Bunaqa tavassum, bunaqa portlashdan keyin bizni ham kayfiyatimiz shunday ko'tariladi-da. Men ishda barmog'im, men o'zqa yuz jag'ini amaliyoti hamda deformatsiyasi bo'yicha ortodontist Buyukbek, ortodont ginekolog Faxriddin Baratov, Buyukbek dental asoschisi, ortodontist Buyukbek deb ko'pchilik taniydi. Bunday ishlarga qo'l urganmiz va buni davomli va yanada ilmlarimiz ziyoda bo'lishi uchun patsientlar duosi, olqishi, qo'llab-quvvatlash kerak.